Do'konga chiqsam, so'zsiga yengillikni yomonlik qilib qo'yibdi-yu. Ukam bir chekana gapir, patishlar yomon kutishyapsan-a. Aktivniy subwooferni olib kelib qo'yganmiz. Aha. Usvetli yashiga subwoofer o'zida bo'ladi. Skidka narxida yaxshi tulpan simlari bilan $100 qilib qo'yganmiz. $100. Komplektlari, xullas tayyor narsalarni kanasini yig'ib berding $100 ga. $100. Buni uстановkasi nechi bo'lyapti? Uстановkasini 400 ming, 350 ming qo'yganmiz. Endi uстановkani ham 400 qimmat aytadi, skidga qildiramiz. Teng yarmi qo'yib bersang, nima deysan? Bo'ladi aka, faqat JM mashinalariga. Faqat JM mashinalariga 200 ming so'm ana aka, sizlar uchun JM mashinalariga 200 ming, boshqa mashinalar sal qimmatroq chiqadi. Mana shu subwooferimiz, bunda 3 litr hammasi ichida, даже tulpan simlarni ham qo'shib beryapmiz. Mana shu 4 tasiga skidga e'lon qilingan ekan. $100 dan. Ana foydalangan joyi. Ertaga yakshanba kakras sizlar uchun zo'r manfaatli video bo'ldi. Ayniqsa 3 litr yoki subwoofer qiziqadigan yo'qlar bo'lsa, tez jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Qo'ydirib ketsanglar bo'ladi.